Аңлаңа vatandaşın bulbulun sayır işine qarına. Dal üze, bulbulun üze vatandaş. Hürmetlik vatandaş, bugün Kislaq 2020-ci 7-ci ayının 9-cu günü həftəki Peyşənbə. Vatandaşlarım endilikdə silah bilən Muşu timi üstüdə mühakimeli barımız. Mesela bugün hoş haber deyip doğru biti düşündük bir haberine ben başta silahı siyaset, vaziyet haberi deyip yetkizdim. Mesela mümkünlük Amerika Qoşmuş Ştatlarının prezidenti Trump efendinin Tayvan'ı ziyaret kılışı bu mümkünlük. Enin kendi meseleye Tayvan bilen Amerika Qoşmuş Ştatlarının diplomatik münasebet oruntuş mümkünlüğü. Doğrusu dilikçiye sözüldüm. Dikkat kıldığınız bulga hürmetlik vatandaş diplomatik münasebet ornattığı degende Amerika Qoşmuş Ştatları Tayvan'ı nemi dep itiraf kılış gerek. Yaki Tayvan'ı qandaq devlet sifatida itiraf kılış gerek. Diplomatik münasebet ornatuş bu demek Tayvan'ı qandaq bir şekilde bir siyasi ramki içinde devlet namını itiraf kılış şeklinde itiraf kılış gerek. Hazır Cungu degen yerde, yaki Cunhua degen yerde iki devlet duruptu. Birisi dünya tarafından itiraf kılıngan Cungu Kompartiyası rehberliğindeki Cunhua Halk Cumhuriyeti. Yana birisi burayından qoğlap çıkarılgan Tayvan'daki Tayvan'da turuşluq Tayvan'a geçip gelgen Cunhua Mingo hükümeti. Bırak 2000-ci yıldan başlap isiniz va hürmetlik vatandaş Tayvan'da partiyle, siyasi partiyle almışıp hakimiyet yürgüzüğün eşyaki demokratik durmuş başlandı. Moşu demokratik durmuş başlanıştan 4 yıl burun mesela 1996 yılı Xitay hükümeti, 95 yılı Xitay hükümeti burayınğa raketa koyup bir sınap baktı. Özünün tomurunu tutup baktı. Yaki Tayvan'ı tehdit selip baktı. Dalmışınak baktı Amerika Qoşmuş Ştatlarının 7. skadronu deniz armiya pilotu Tayvan boğazlığı kirip geldi. Xitay şu vaxtı nim oldu? Müşük bulup gitti. 4 yıl ötkenden keyin Tayvan'da demokratik turmuş, demokratik sayılam, demokratik siyaset, demokratik eçivit işi yani matbuatını koyup etiş, partiye guruhlağı uyuşuş ve teşkillenişini koyup etiş, şundak azade bir cemiyet barlıq geldi. Şunu olan şikayet mesela Demokratiya Terakkiyat Partisi 2000-ci yıldan 2008-ci yılı 8 yıl hakimiyet beşetti. Hazır növbəti, yani şu partiyanın sekretari yaki reisi Seyyiğmen Hanım, ben de hesapta yani 8 yıl bu hakimiyet beşit durur. Çünkü bu yıl 5. ayda Seyyiğmen Hanım qasam bilen vazife olturdu. Yukarıda makalada bir nesige dikkat kıldınız bağa hürmetlik vatandaşım. Gomindan mesela Cungu menfaatinin ibaret bir çemberekten işi düşüp kaldıydı. Yani şundakla hazır Tayvan'da hakimiyet 5 idiki Demokratiya Terakkiyat Partisi mi bir sebeple bilen Cungu menfaati ramkisinin işi kirip kaldı dedi. Demek bu yazgıcı bir yerde iki partiye, biri Gomindan Partiyasıga, yani birisi Demokratiya Terakkiyat Partisiga şenmedi degenge. Bu partiyagi işiniz şenmezlik bu bir abstrakt bir işiniz. Senin emeliyetin neme? Hakimiyet 5'e çıktın sen nemi iş kılıp atsan? Belki verdiğinin ödüsünü çıkarladın mı yok? Çıkarmadan deken sen şenşsin, kaldın degen, şenştin, kaldın degen. Şuna bu yazılıcı hazır, bu partiye şenmedi degen. Çünkü bu partiye hazır, Cungu menfaati, Cungu'dan paydalaştığı ibaret yolga kırıp gittiydi. Biz gepimizi qaytıp keleyli, sual koyaylı. Amerika Qoşmuş Ştatları mobada Tayvan'ı itiraf kıladığan bolsa, Cunhua Mingo hükümetini itiraf kılamdı. Yaki Tayvan, Taybi itiraf kılıp Tayvan'ın müstakillik jakarlışını. Mesela hakimiyet beşidiki Demokratiya Terakkiyat Partisi'nin müstakillik jakarlışını, müstakillik jakarlığın deyinki Tayvan ramkisine
Mesela Amerika Qo'shma Shtatlari qabul qila oladigan, xalqaro jamiyat qabul qila oladigan Tayvan ramkasini, davlat ramkasini e'tirof qilishi mumkin. Men ishonamanki, Amerika Qo'shma Shtatlari bu qatim hech qachon ikki partiya o'tirishidagi jidalga tushib qolmaydi. İki partiya o'tirishidagi jidalga aralashmaydi. Nima? Qaysi partiya? Kuomintang partiyasi Xitoyning, Kuomintang partiyasi, ya'ni Kommunistlar partiyasi Xitoyning. Hargiz men ishonamanki, bugungi kunda Amerika Qo'shma Shtatlari hargiz bu ikki partiya o'tirishga jidal majroga kirib qolmaydi. Yaqinda biz sizlarga so'zladik, navbatda Oqsaroyda prezidentga davlat bexatarligi bo'yicha maslahatchi bo'lib ishlayotgan O'Brien apandi dediki, biz tanib bo'ldik, bilib bo'ldik dedi. Bu yerda Kompartiya bo'lsin, ya Kompartiya tunugunki partiya deyli, yoki Kuomintang partiyasi bo'lsin, Xitoy bilan qanday munosabatda bo'lishni biz bilib bo'ldik, tanib bo'ldik. 100 yil mobaynida yurgizgan siyosatimiz xato bo'lib chiqdi. Biz xato hukm qildik dedi. Demek şunun özü baha. Sen meyli Xitoy bo'lib Tayvanda yaşayın, sen meyli Xitoy bo'lib Jungoda yaşayın. Biz demek sen bilen munosabat qildik, seni sınap bulduk, seni ko'rib bulduk, senin kim ekanligini tanib bulduk dedi. Bunun qarang. Agar shu noktada bo'lgan bo'lsa, bu yerda eg'ir nozik masala. Amerika Qo'shma Shtatlari ikki partiyaning munosabatidagi jadalini ayiradigan Amerika Qo'shma Shtatlari emas, bu qatim Tayvanni mustaqil bo'lishga yoki Tayvan mustaqil bo'lsa, shuni e'tirof qilishga tayyorlik qilayotgan Amerika Qo'shma Shtatlari bo'ladiganligiga men shaxsan ishonaman vatandoshim. Sizcha? Görüp bakın hazırki vaziyetini 5 yıl nimi depti. Hazır Prezident Trump Tayvan'ı ziyaret kılış aldı turdu depti. Şundaklı yazgıcı Amerika Devlet Meclisi de bu 3 yıl mabeynidir. Prezident Trump rehberliğindeki Amerika Devleti ve Amerika Qo'shma Shtatlarining Devlet Meclisi Tayvan to'g'risida 6-7 qonun ve qonun loyiha ma'qullaganligini ko'rib o'tdik yuqorida. Demak, bu oddiy ish emas. Shunda qo'lning uchida qilib qo'yib oq qog'ozga qonun loyiha deb elib qo'yadigan ish emas efendim. Bölümlü sözüyle aytsak, Amerika Qo'shma Shtatlarining Osiyo Tinch okean rayoni siyosati o'zgaryapti vatandoshim. Amerika Qo'shma Shtatlarining Osiyo Hindi Tinch o Asiya emas, Hindi Tinch okean siyosati biz o'tgan sizlar leksiya qilib so'zladik. Burun burayın Asiya Tinch okean deb ataladi. Kendinizme hazır Hindi Tinch okean rayoni o'zgardi. Bu hukm o'zgardi. Qachon 2018 yildan boshlab o'zgardi o. Biz şu vaqt leksiya sizlarga topshirdik vatandosh. Shunga Hindi Tinch okean siyosati qarang boshda aytibdi o. Hindiston harakatda, Tayvan harakatda. Muş rayondagi yoki Janubiy dengiz Hindi Tinch okean rayonidagi davlatlarning hammasi harakatda. Qarasangiz hammasi tikilib turib Jungoga qarayotgan yoki kommunizmga qarayotgan, Osiyodagi kommunizmga qarayotgan bir payt. Bundaq paytda vaziyat mushundaqla davomlashadigan bo'lsa, buning ichida sizning Uyg'uristonning taqdiri bor. Buning ichida Hong Kongning taqdiri qismat masalasi bor. Endi hazır açıqdab bugungi so'zlagan leksiyada Tayvanning bu yo'ldagi taqdir va qismati bor. Hurmatli vatandosh, siyosat shundoq keldi. Mening bugun bu hukm bilan yig'in chaqlaydigini faqat bir jumla. Men buni savol tariqasida qo'yib qo'yaman sizga. Nima? Bu qatim Amerika Qo'shma Shtatlari Tayvanni e'tirof qilib diplomatik munosabat o'rnatadigan bo'lsa, Tayvanning siyosiy o'rni nima? Zadir nima bo'lishi kerak? Xalqaro jamiyatda yoki Osiyoda Tayvan hozir Hindi Tinch okean rayoni siyosatining doirasiga kirgan bo'lsa, Amerika Qo'shma Shtatlari e'tirofli qiladigan bo'lsa, Tayvanni mustaqil davlat, Tayvan mustaqil davlat deb e'tirof qilamdi va yoki Xisdan porketgan Kuomintang yana oldirab chiqib, meni e'tirof qilasan Amerika deb turib olamdi. Chataqmayadi hurmatli vatandosh. Çataqның çoğu bu yerdə. Endi bunu qoyub durub, mubada rastilla Prezident Trump'ның Tayvan'ı ziyaret qilishi amalga oshadigan bo'lsa, siyosat sohasida har qanday ehtimollikni qo'yish kerak vatandosh. Bugun bir ishni qilaman deb tashlab qo'yib,
Yani ikinci işten başlaydigan işe mecbur olduğu iş buldu. Bu siyaset mürekkep sahabı. Enəmizde çoğun devletler şundak siyaset kollanır. Eğer şundak bulduğun bolsa, Prezident Trump Tayvan'ni ziyaret kıladigan bolsa, eğer şu gün işe aşıdigan bolsa, eğer Xudo şundak orunlaştırdigan bolsa, eğer Jesus İsa peygamber şundak orunlaştırdigan bolsa, Prezident Trump'ın kadimi Taybi şehriga düşkende mesela ayrı plandan düşüp kadimini Taybi şehriga koyganda dünyanın nem bulup gider tasavvur kılıp bakıvetendir. Eğer cumhurlukta şu vakti numus küçü bolsa, ahlak küçü bolsa, Kompartiya şu aman istifa berişki mecbur. Kompartiya istifa berdiğin vaziyet şekli. Lekin bu Xitayda istifa degen narsa yok. O partiya bulamdı ya şahs ya hususi bulamdı. Xitayda istifa degen narsa yok. Biroq uning qat'i nazar inkar qilingan but, yani baribir but. Yoki qadam prezidentning qadami Tayvanga tushgan hamon Jungo Kompartiyasi inkar qilindi. Jungo Kompartiyasining hukumati inkar qilindi. Jungodagi sotsializm, potsiyalizm hammasi inkar qilindi. Yoki Jungo bilan Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasidagi diplomatik munosabatlar va bordi keldi munosabatlar, iqtisodiy faoliyat munosabatlari hammasi bekor qilindi degan gap. Jungo Kompartiyasi qanday qilish kerak? Yani endigi gamiga qaytish kerakmi? Jungo Kompartiyasi qanday qilish kerak? Uzun safarni yana boshlash kerakmi? Jungo Kompartiyasi qanday qilish kerak? Ikkinchi dunyo urushidan keyin qurilgan kompartiya, mana hukumat shaklida qurilgan kompartiya. Sizga qo'shib bergan Manjuriyani territoriya, sizga qo'shib bergan Uyg'uristonni territoriya. Qanday qilasiz o vaqtda Jungo Kompartiyasi? Şuna bugünkü tayyorlig'ingiz nima? Vaziyat mushakkatda Jungo Kompartiyasi 3 milyon nafar Uyg'urning o'g'il qiz farzandini turmaga nazarbandga aldingiz. 1 milyon Uyg'urning o'g'il qiz farzandini ichki Xitoyga eketdingiz. Bularning taqdirini mushu vaziyatda, mushu oy, mushu kunda qanday bir taraf qilasiz? Jungo Kompartiyasi keldi bu vaziyat. Ben keldi desem hesaplı bulup ketmeydi, yoki hesaplanmayma kalmaydı. Vaziyet kelip kaldı, bu reallik qoyilib kaldı. Ben tünegenki söz degenlik şeylerim nim dedim? Yani Amerika Qo'shma Shtatlaridan Jungo o'ttirisida, yoki Jungo Xalq Cumhuriyati o'ttirisida murassa degan yo'l qolmadi, o'rin qolmadi, makon qolmadi degan gap. Bundaqda ikki cho'ng davlatning munosabati qaysi holga tushdi degan so'roq belgisi qo'yildi. Xudo xohlasa hurmatli vatandosh, ati o'gin Jungo Kompartiyasi degan ismning oxiriga undash belgisi qo'yildi. Bilgichi Allah.